Bo'pti ota, men Toshkentga ketdim. Bola, puldan qiynalsang xabar qilgin, akangdan pul chiqazib yuboraman. Xo'p, xavotir olmang, aytaman. Ishlab yurmagin, yana biz seni o'qishga jo'natyapmiz. Xo'p ota, yaxshi o'tiringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ish bormikan aka? Og'irroq ish bor, eploliysan? Ha, pulni bersangiz bo'ldi. Ha, o'zingni qo'lingdan keladimi? Keladi aka, pulni bersangiz bo'ldi, ishlayveramiz. Ha, unda o'tir. Ukam. İşler tugatib tashlabsan-ku? Ha, tugatdi aka. Ha, malades. Bu xizmat haqqing. Rahmat aka. Charchama. Shu oy kontrakt to'lamasang, haydalasan. Alo. Alo, ha o'g'lim. Aha, adab pul tashib berasizlar menga. O'tgan kuni pul tashlab berdim-ku. Bu 500 ming tashiganingizga 3 kun bo'ldi-ku. Toshkentda yashash oson emas. Pul ketyapti, qornim och. Nima qilay bo'lmasa? Chiqib mardikorchilik qilaymi bo'lmasa? Bo'ldi o'g'lim. Amakingdan pul olib bo'lsa ham tashlab beraman. Xo'p, qarz olib bo'lsa ham tashib beringlar. Og'ayni. Mana bu shar pul berib tur. Qayerga ketyapsan? Bugun o'tirishim bor. Qizlar bilan. Mana bor-ey. Borasanmi? Ha. Puling bormi? Ha, uydagilar pul tashib beradi. Ha, tavay ketdik unda. Ketdik.